Bolalar, tajriba paytida kim menga yordam berishni istaydi? Ana u tentakni ko'ndir. Ustoz, o'g'iljon yaxshi baho olishini juda xohlayotgandi. Menimcha u sizga yordam bergani ma'qul. Shunday emasmi? Qo'rqadi deb o'ylash shekilli. Ustoz, men yordam berishim mumkin. Mayli, qani kela qol o'g'iljon. Juda xohlayotgan bo'lsang, endi o'zingni xuddi ustozdek tutib, do'stlaringga tushuntirib borishingni iltimos qilaman. Endi ustoz menmanmi? Ha. Ajoyib. Juda ham xursand bo'ldim. Unda biroz orqaroq turing. Do'stlar, meni yaxshilab kuzatib turinglar. Limon kislotasini shundoq ham suvga quyib bo'ldik. Lekin boshqa narsa qo'shish yo'q, xo'pmi? Qani boshladik. Bismillah. Ustoz, bu boshqa narsaga aylanib-ku. Bu kimyo darsi o'g'iljon, kimyo. Ustoz, kimyo darsi ekanini juda yaxshi bilaman, lekin qasam ichaman, hech narsa solmadim. Hali ham toshyapti.